Koreyada yashovchi o'zbek qizini bir kuni. Bugun ertalab soat 9 dan darsim bor edi. Ertalabki rutinamda birinchi turib suv ichaman va albatta kollagen ham ichib olaman. Bugun soat 3 gacha darsim bo'lgani uchun bitta qaynatilgan tuxum bilan chia seedsli puding ham yeb oldim. Bugun haftada meni eng qiyin kunlarimdan bittasi. Ertalabki soat 9 dan kechki payt 3 gacha darsim bor. Ichna men uchun ertalab turish eng qiyin narsalardan bittasi. O'shaning uchun 9 dagi darslarimga ko'pincha kech qolib boraman. Bugun ham исключение bo'lmadi. 10 minut kech qolib bordim. Bu darsdagi professorimiz meni lichna eng yaxshi ko'rgan professorlarimdan bittasi. Chunki professorlikdan oldin 3 ta kompaniyada CEO bo'lgan. Ikkinchi darsimni ham tugatib olgandan keyin tezgina obed qilib oldim. Undan keyin o'rtog'im bilan kafeda ko'rishib birga o'qishga qaror qildik. Undan oldin uyga borib kiyimimni ham almashtirib oldim. Katta zo'r fakt aytaman, kafeda 3 soat o'tirgan bo'lsak, 3 minut ham o'qiganimiz yo'q. Ko'ruvchilar ko'rishmaganimizga ancha bo'lib ketuvdi. Keyin kech bo'lgani uchun ujinni ham birga qilishga qaror qildik. Ikkinchi YouTube uchun yangi vlog ham tayyor bo'lyapti. Bugungi kunimni to'liqroq variantini YouTube'imda ham tomosha qilsanglar bo'ladi. Shu bilan kunim tamom. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.